Assalomu alaykum, aziz opa-singillar, hurmatli pensioner ayollar va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya olayotgan ayollar uchun amalda katta ahamiyatga ega bo'lgan yangi tartib. Ya'ni ilgari hisobga olinmagan ayrim davrlar va hujjatlar asosida pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni bilmaslik odamga oyma-oy pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bilgan odam esa o'z huquqini talab qiladi. Hujjatini topshiradi va pensiyasini oshirishga erishishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa onangiz, buvingiz, xolangiz, ammalaringiz, qo'shnilaringiz pensiyada bo'lsa, bu gaplarni ularga yetkazing. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki biz shu yerda oddiy odamlar bilishi kerak bo'lgan ijtimoiy pensiya va nafaqa masalalarini tushunarli qilib aytib boramiz. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalari bo'yicha murojaat qilayotgan ayollar bilan ishlaganda bir narsani ko'p ko'raman, ayol umr bo'yi mehnat qilgan. Bolalarni katta qilgan, kolxozda, zavodda, maktabda, bog'chada, shifoxonada yoki bozorda halol ishlagan, lekin pensiyaga chiqqanda uning hamma davri to'liq hisobga olinmagan bo'ladi. Sababi oddiy. Mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, arxiv ma'lumoti topilmagan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, bolani parvarish qilgan davr hujjat bilan tasdiqlanmagan. Eski korxona yopilib ketgan yoki o'sha paytda ayolning o'zi ham baribir endi foydasi yo'q deb murojaat qilmagan. Avval ko'pchilik shunday o'ylardi, pensiya bir marta tayinlandimi, tamom, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu juda katta xato. Pensiya tayinlangandan keyin ham agar sizda yangi hujjat topilsa, oldin hisobga olinmagan ish staji tasdiqlansa, ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot chiqsa yoki bola parvarishi davri to'g'ri kiritilmagan bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilish mumkin. Yangi tartibning eng quvonchli tomoni shundaki, endi pensioner ayollar o'zlarining mehnat staji, bola parvarishi davrlari arxiv hujjatlari, ish haqi ma'lumotlari va boshqa tasdiqlovchi hujjatlari bo'yicha murojaat qilib, pensiya ishini qayta ko'rib chiqishni talab qilishga haqli. Men bu yerda hammaga bir xil, hammaning pensiyasi albatta falon so'mga oshadi deb va'da bermayman. Chunki har bir ayolning staji, ish haqi, hujjati, pensiya turi tayinlangan sanasi alohida tekshiriladi. Lekin bir narsani aniq aytaman. Kimning hujjati yetarli bo'lsa, kimning staji noto'liq kiritilgan bo'lsa, kimning ish haqi kamroq hisoblangan bo'lsa, bunday ayollarda real imkoniyat bor. Asosiy qism 1000. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda pensiya miqdori nimaga bog'liq ekanini tushunib olaylik. Pensiya odatda ikki asosiy narsaga qaraydi. Mehnat staji va ish haqi. Mehnat staji qancha ko'p va rasmiy tasdiqlangan bo'lsa, pensiya hisobida shuncha yaxshi. Ish haqi ham muhim. Agar ayolning yuqori oylik olgan davrlari to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Birinchi holat, ayolning mehnat daftarchasida bo'shliq bor. Masalan, opa 1982 yildan 1987 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan, keyin 1988 yildan 1995 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lgan. Lekin mehnat daftarchasida 1992 yilgi ishga kirgan yozuvi bor, ishdan chiqqan yozuvi yo'q yoki muhr tushunarsiz. Pensiya tayinlash vaqtida bu davr to'liq olinmagan bo'lishi mumkin. Agar arxivdan ma'lumotnoma olib kelinsa, o'sha yillar stajga qo'shilishi ehtimoli bor. Ikkinchi holat. Bola parvarishi davri hisobga olinmagan. Ko'p ayollar yoshligida 2-3 nafar farzand ko'rgan, bolani parvarish qilgan, keyin ishga qaytgan. Ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Masalan, ayol 1995 yilda birinchi farzandini, 1998 yilda ikkinchi farzandini, 1992 yilda uchinchi farzandini dunyoga keltirgan. Pensiya tayinlanganda faqat rasmiy ish davrlari olingan, bola parvarishi davri esa hujjat yetmagani uchun yoki e'tibordan chetda qolgani uchun qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari, arxiv ma'lumotlari bilan bu masalani qayta ko'tarish mumkin. Uchinchi holat, ayolning familiyasi o'zgargan. Bu juda ko'p uchraydi. Qizligidagi familiya bilan ishlagan, keyin turmushga chiqib boshqa familiyaga o'tgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, ayrim ish davrlari shubhali ko'rilgan bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatda hujjatlarni to'liq yig'ish kerak. 4-holat, eski korxona yopilgan.
Masalan, ayol 1990-yillarda shirkat xo'jaligida ishlagan. Keyin xo'jalik tugatilgan, hujjatlar qayerga ketgani noma'lum. Ko'pchilik korxona yo'q, demak staj ham yo'q deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Tugatilgan korxona hujjatlari ko'pincha arxivga topshiriladi. Tuman yoki viloyat arxiviga, ba'zan korxonaning huquqiy vorisiga, ba'zan hokimlikka murojaat qilish kerak bo'ladi. Birinchi misol, Gulbahor opa 27 yoshida pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda uning 21 yillik staji olingan. Lekin opa aslida 1979 yildan 1974 yilgacha paxta tozalash zavodi mavsumiy emas, doimiy ishchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida muhr xira bo'lgani uchun bu 5 yil to'liq qabul qilinmagan. Keyin farzandi arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish bo'yicha buyruq nusxasini topgan. Natijada pensiya ishi qayta ko'rib chiqilgan. Agar o'sha 5 yil qo'shilsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda asosiy foyda shunda. Har oy ozgina bo'lsa ham oshsa, bir yilga hisoblasangiz sezilarli pul bo'ladi. Ikkinchi misol. Muhabbat opa 3 farzandning onasi. U 1960-yillarda bog'chada tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlagan. Har bir farzanddan keyin ma'lum muddat uyda bola parvarishida bo'lgan. Pensiya tayinlanganda faqat ishga chiqqan yillari olingan, bola parvarishi davri esa to'liq tekshirilmagan. Opa tug'ilganlik guvohnomalarini, nikoh guvohnomasini, eski ish joyi arxiv ma'lumotini olib bordi. Bu holatda pensiya organi ayolning hujjatlarini qonun bo'yicha ko'rib chiqishi kerak. Agar davrlar tasdiqlansa, stajga qo'shilishi mumkin. Uchinchi misol. Saodat opa pensiyaga chiqqanda eng kamga yaqin pensiya olgan. U o'ylagan, mening ish haqim kam bo'lgan. Shuning uchun shunaqa. Lekin tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, 1995-2000 yillarda u yaxshi oylik olgan. Ammo pensiya hisobida boshqa, pastroq davr olingan. Arxivdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olingach, pensiya hisobini qayta tekshirishga asos paydo bo'lgan. Bu juda muhim, faqat staj emas, ish haqi ham ta'sir qiladi. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning pensiyangiz juda past bo'lsa, lekin siz 25-30 yil ishlagan bo'lsangiz, albatta tekshirtiring. Agar mehnat daftarchangizda xira muhrlar, noto'g'ri sanalar, familiya farqlari bo'lsa, tekshirtiring. Agar 2-3 yoki undan ortiq farzand ko'rib, bola parvarishi davrlaringiz hisobga olingan olinmaganini bilmasangiz, tekshirtiring. Agar eski ish joylaringiz yopilgan bo'lsa, baribir arxiv orqali qidiring. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensiya tayinlanganda barcha hujjatlar to'liq topshirilgan, ish staji ham, ish haqi ham, bola parvarishi davri ham pensiya organi tomonidan to'g'ri kiritilgan bo'lsa, sizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin shunda ham pensiya ishidan ko'chirma yoki tushuntirish so'rash foydali. Chunki odam o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Endi eng muhim joyga keldik. Har bir hujjat avtomatik ravishda pensiyani oshirib yubormaydi. Men buni ochiq aytaman. Chunki odamlar noto'g'ri umid bilan yurmasligi kerak. Pensiya qayta hisoblanishi uchun hujjat qonuniy kuchga ega bo'lishi, aniq davrni tasdiqlashi va aynan sizga tegishli ekani isbotlanishi kerak. Birinchi nozik jihat, guvohlarning gapiga doim ham tayanib bo'lmaydi. Men u bilan birga ishlaganman. Opa o'sha yillari zavodda edi. Dekkan gaplar insoniy jihatdan tushunarli, lekin pensiya hisobida ko'pincha rasmiy hujjat talab qilinadi. Mehnat daftarchasi, buyruq, shaxsiy kartochka, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi, kasaba uyushmasi hujjati, ish joyidan ma'lumotnoma kabi dalillar kuchliroq hisoblanadi. Ikkinchi nozik jihat, bola tug'ilganlik guvohnomasi borligi hali hamma davr avtomatik qo'shiladi degani emas. Bola parvarishi davri qaysi yillarga to'g'ri kelgani, ayol o'sha paytda ishlaganmi yoki yo'qmi, ish joyidan ta'til berilganmi, umumiy cheklovlar qanday qo'llanilishi kerakmi, bular tekshiriladi. Shuning uchun faqat farzandlar guvohnomasini olib borib, pensiyamni oshiring deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Lekin bu guvohnomalar juda kerakli hujjat bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Ikki davr bir vaqtda ikki marta hisoblanmaydi. Masalan, ayol bir vaqtning o'zida ish stajida turib, shu davrni yana alohida bola parvarishi sifatida ikki marta qo'shtiraman deb o'ylashi mumkin. Odatda bitta davr ikki marta staj sifatida hisoblanmaydi. Pensiya organi qaysi variant qonun bo'yicha to'g'ri va foydaliroq ekanini ko'rib chiqadi. To'rtinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotnomasida raqamlar bo'lishi kerak. Ba'zi arxiv ma'lumotlarda faqat falonchi falon yillarda ishlagan deb yoziladi. Bu staj uchun foydali.
Lekin pensiya miqdorini ish haqi bo'yicha oshirish uchun aynan oylik maoshlar, davrlar, lavozim, hisoblangan ish haqi ko'rsatilgan hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar arxivda ish haqi bedomoslari saqlanmagan bo'lsa, faqat staj tasdiqlanishi mumkin. Ish haqi esa tasdiqlanmasligi ehtimoli bor. 5-nozik jihat. Qarzdorlik yoki norasmiy ishlash masalasi. Ayrim ayollar bozorda savdo qilgan, uyda tikuv qilgan, dehqonchilik qilgan, lekin rasmiy ro'yxatda bo'lmagan. Afsuski, har qanday mehnat pensiya stajiga kiravermaydi. Mehnat real bo'lgan, lekin hujjat bo'lmasa, uni isbotlash qiyin. Shuning uchun bugungi kunda ham ishlayotgan ayollar uchun saboq, rasmiy ishlash, soliq va ijtimoiy to'lovlar, shartnoma va hujjatlarni saqlash kelajakdagi pensiya uchun juda muhim. 6-nozik jihat. Arizani og'zaki emas, yozma bering. Ko'pchilik pensioner ayollar idoraga boradi, oynadagi xodimdan so'raydi, sizga bo'lmaydi degan javobni eshitadi va qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar sizda hujjat bo'lsa, yozma ariza bering. Arizangiz ro'yxatdan o'tsin. Kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Shunda sizga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. 7-nozik jihat. Pensiya oshishi qaysi sanadan bo'lishi masalasi. Ko'pchilik men 10 yil oldin kam pensiya olibman, endi hammasini qaytarib berishsin deb o'ylaydi. Amaliyotda qayta hisoblash sanasi hujjat taqdim etilgan vaqt, murojaat qilingan sana va amaldagi tartibga bog'liq bo'ladi. Shu sababli kechiktirmang. Bugun tekshirsangiz, ertaga foydasini ko'rishingiz mumkin. Bir oy kutish ham ba'zida bir oylik farqni yo'qotish degani. Endi aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner ayol bo'lsangiz yoki onangiz, buvinggiz pensiyada bo'lsa, quyidagilarni bajaring. 1-qadam. Uyda barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi hujjat. Eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, diplom yoki o'qish davri hujjatlari, harbiy xizmatga aloqador hujjatlar bo'lsa, ularni alohida papkaga soling. 2-qadam. Mehnat daftarchasini yillar bo'yicha tekshiring. Bir varaq oling va yozing. 1907-1993 qayerda ishladim? 1993-1996 qayerda bo'ldim? 1996-1990 ni nima qildim? 1992 qayerda ishladim? Har bir davr yo'niga hujjat bormi yoki yo'qmi deb belgilang. Qaysi davrda bo'shliq chiqsa, ana o'sha joy pensiya uchun xavfli nuqta bo'lishi mumkin. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Hozir ayrim xizmatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Lekin pensioner ayollar uchun eng qulay yo'l ko'pincha o'z hududidagi pensiya bo'limiga murojaat qilishdir. Borganingizda shunchaki pensiyam kam demang. Aniq ayting. Mening pensiya ishimda barcha ish stajlarim va bola parvarishi davrlarim to'liq hisobga olinganmi? Tekshirib berishingizni so'rayman. Qo'shimcha hujjatlarim bor. Pensiyamni qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 4-qadam. Yozma ariza tayyorlang. Arizada quyidagilar bo'lsin: familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, murojaat mazmuni. Masalan, shunday yozish mumkin: menga tayinlangan yoshga doir pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Pensiya tayinlashda hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lgan ish stajim va bola parvarishi davrlarini tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilmoqdaman. Ushbu hujjatlar asosida pensiya miqdorini qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling, asl nusxalarini ko'rsatib qaytarib oling. 5-qadam. Arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman arxivi, viloyat arxivi yoki korxonaning huquqiy o'rsini qidiring. Arxivga murojaat qilganda imkon qadar aniq yozing. Qaysi korxonada ishlagansiz? Taxminiy yillar, lavozim, eski familiyangiz, tug'ilgan sanangiz. Masalan, men 1977 yillarda Andijon viloyati falon tumanidagi falon fabrikada tikuvchi bo'lib ishlaganman. O'sha davr bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish va ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. Qancha aniq yozsangiz topish osonlashadi. 6-qadam. Javobni kuting va rasmiy javob oling. Agar sizga rad javobi berilsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rad etish sababi yozma bo'lsin. Chunki keyingi yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, aynan shu rasmiy javob kerak bo'ladi. 7-qadam.
Hujjatlaringizni farzandlaringiz bilan birga tekshirtiring. Ko'p pensioner ayollar hujjatdagi mayda xatolarni ko'rmaydi. Bitta harf noto'g'ri, sana mos kelmaydi, familiya boshqacha yozilgan. Farzandingiz yoki savodli yaqinlaringiz bilan birga tekshirsangiz, xatolar tezroq aniqlanadi. Agar hujjatda xato bo'lsa, uni tuzatish uchun FHDYO, arxiv, sud yoki tegishli idoraga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. 8-qadam, hech kimga ortiqcha pul bermang. Men pensiyangizni oshirib beraman, arxivdan hujjat chiqarib beraman. Tanishim bor degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy davlat boji yoki xizmat haqi bo'lsa, kvitansiya orqali to'lang. Qo'lga pul berish xavfli. Sizning huquqingiz hujjat bilan himoya qilinadi, tanish bilish bilan emas. Aziz opa-singillar, bugungi gapning mazmuni shuki, pensioner ayollar pensiya tayinlanib bo'lgandan keyin ham o'z hujjatlarini qayta tekshirtirishga haqli. Agar mehnat staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, bola parvarishi davrlari e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, eski ish joyidan arxiv ma'lumot topilsa yoki ish haqi bo'yicha yangi hujjat chiqsa, pensiyani qayta hisoblash masalasini ko'tarish mumkin. Men yana bir bor ta'kidlayman, hammaning pensiyasi bir xil oshadi deb bo'lmaydi. Lekin tekshirtirmagan odam hech narsani bilmaydi. Tekshirtirgan odam esa kamida o'z pensiyasi qanday hisoblanganini tushunadi. Huquqi buzilgan bo'lsa, uni tiklash imkoniga ega bo'ladi. Shuning uchun bugunoq hujjatlaringizni yig'ing, mehnat daftarchangizni varaqlang, farzandlaringiz tug'ilganlik guvohnomalarini tayyorlang, eski ish joylaringizni eslang va pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Bu ma'lumotni onangizga, buvingizga, qo'shningizga, qarindoshlaringizga albatta yetkazing. Balki aynan siz aytgan bitta gap sabab bir pensioner ayolning pensiyasi oshar, huquqi tiklanar, ro'zg'origa yengillik kirar. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? Arxivdan hujjat topganmisiz? Bola parvarishi davri sizda hisobga olinganmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ayollarga yuboring. Keyingi videolarda men pensiya, nafaqa kompensatsiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha yana eng kerakli masalalarni sodda tilda tushuntirib beraman.